Assalomu alaykum. YouTube'dagi video darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan 2025-2026 o'quv yilida ixtisoslashtirilgan maktablarning 9-sinf o'quvchilari uchun matematika fanidan yakuniy attestatsiyaga tushadigan savollarni ko'rib o'tamiz, ya'ni imtihon beletlari yechimlarini. O'tgan darslarimizda hisoblashga oid mashqlar, bo'linish belgilari mavzularini ko'rib, yechimlarni ko'rib chiqqandik. Bugun 3-bo'limga keldik. Demak, 3-bo'lim E-kub va E-kub. Boshladik. Demak, birinchi savol. Kutubxonada 72 ta badiiy, 60 ta ilmiy va 48 ta tarixiy kitoblar bor. Agar kutubxona xodimi bu kitoblarni teng miqdordagi to'plamlarga ajratsa, eng ko'pi bilan har bir to'plamda nechta kitob bo'ladi? Bunda har bir to'plamda faqat bitta turdagi kitoblar bo'lishi kerak. Demak, eng ko'pi bilan har bir to'plamda nechta kitob bo'ladi degan teng miqdorda ajratish kerak. Buning uchun teng miqdorda ajratish uchun 72 ta badiiy, 60 ta ilmiy va 48 ta tarixiy kitoblarni E-kubini topamiz. Demak, E-kub topishimiz kerak. 72 60 48 ga. Asosiy masala shu. Dastlab 72 60 48 sonlarni kanonik shaklga keltiramiz. Buning uchun 72 dan boshlaymiz. 72 ni kanonik shaklga keltirmoqchi bo'lsak, buni ketma-ket tub sonlarga bo'lishimiz kerak. 72 ni 2 ga bo'lsak, 36 36 ni 2 ga bo'lsak, 18 18 ni 2 ga bo'lsak, 9 9 ni 3 ga bo'lsak, 3 3 ni 3 ga bo'lsak 1 bo'ladi. Demak, 72 sonimiz kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 72 bu 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. Mana shu ko'rinishda kanonik shaklga keltira olamiz. Xuddi shunday 60 sonimizni ham kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 60 ni kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 60 ni 2 ga bo'lsak 30 bo'ladi. 30 ni 2 ga bo'lsak 15 bo'ladi. 15 ni 3 ga bo'lsak 5 bo'ladi. 5 ga bo'lsak 1 qoladi. Demak, 60 sonimiz kanonik shaklda 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ni birinchisi ko'paytirilgan 5 ni birinchisi ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Endi 48 sonimizni ham kanonik shaklga keltiramiz. 48 sonimizni kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 48 ni 2 ga bo'lamiz 24, 24 ni 2 ga bo'lamiz 12, 12 ni 2 ga bo'lamiz 6, 6 ni 2 ga bo'lamiz 3, 3 ni 3 ga bo'lamiz 1. Demak, 48 sonimiz kanonik shaklda 2 ni 4-si ko'paytirilgan 3 ning 1-si ko'rinishda bo'ladi. Endi E-kubni topish uchun bilamiz qoidasini. E-kubni topish uchun har bir son kanonik shaklga keltiriladi. Kanonik shakldagi umumiy tub sonlar deymiz, ya'ni hammasida bor tub sonlarni darajasi kichiga olinadi. Ya'ni umumiy tub sonlar 2 3 va darajasi kichiga. Birinchisida 2 ni kubi bor, ikkinchisida 2 ni kvadrati, uchinchisida 2 ni 4-si bor. Darajasi kichigi bu 2 ni kvadratini olamiz. Keyin 3 bor. Birinchisida 3 ni kvadrat, ikkinchisida 3 ni birinchisi, uchinchisida ham 3 ni birinchisi bor. Demak, 3 ni birinchisini olamiz. Shunda berilgan 3 ta sonni E-kubi kelib chiqadi 12. Demak, har bir, ya'ni har xil 3 turdagi kitoblar bor. Badiiy, ilmiy va tarixiy. Ularni 12 tadan, ya'ni teng miqdorda desak, 12 tadan to'plamlarga ajratiladi. Eng ko'p bilan har bir to'plam nechta kitob bo'ladi debdi. Eng ko'p bilan 12 ta kitob bo'ladi har bir to'plamda. Demak, javob 12 ga teng deymiz. Birinchi savolda. Endi ikkinchi savolga qaraymiz. O'yinchoq sexida 90 ta ayiqcha, 81 ta mashina va 54 ta to'p ishlab chiqarildi. Agar bu o'yinchoqlarni teng miqdorda qutilarga joylashtirsa, eng ko'pi bilan har bir qutida nechta o'yinchoq bo'ladi? Bunda har bir qutida faqat bitta turdagi o'yinchoqlar bo'lishi kerak. Demak, bunda ham xuddi shunday teng miqdorda qutilarga joylashtirish kerak va har bir qutida
bir turdagi o'yinchoq bo'lishi kerak. Bunda xuddi shunday 90, 81 va 54 sonlarni e kubini topamiz. Demak, e kub topish qoidasini bilamiz. Yuqorida ko'rsatib o'tib ketdik. Demak, hamma sonimizni kanonik shaklga keltiramiz. Kanonik shaklga keltirish bu berilgan sonni ketma-ket tub sonlarga bo'lish orqali amalga oshiriladi. Endi biz birdaniga kanonik shaklga yozmoqchi bo'lsak, 90 ni bu 2 ni birinchisi bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 ni kvadrati, ko'paytirilgan 5 ning birinchisi. Bu 90 ning kanonik shakli. Endi 81 ning kanonik shaklini yozamiz. 81 ning kanonik shakli bu 3 ning to'rtinchisi. 54 ni kanonik shakli esa 54 ni 2 ning birinchisi ko'paytirilgan 3 ni kubi ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Endi bularni e kubini topadigan bo'lsak, ya'ni e kub 90, 81, 54 ga umumiy tub sonlarni darajasi kichiga olinadi. Umumiy tub sonimiz, ya'ni uchalasining kanonik shakldagi umumiy tub sonimiz 3, darajasi kichigi 3 ni kvadrati. Demak, javob 9. Xo'sh. Demak, teng miqdorda bo'lsa, demak 9 tadan bo'ladi. Har bir qutida nechta o'yinchoq bo'ladi desa, 9 ta o'yinchoq bo'ladi. Har bir qutida 9 tadan o'yinchoq joylashtirish kerak. Demak, savol javobi 9 ta deymiz. Endi 3-savolga qaraymiz. 3-savol. Bir vaqtning o'zida A portdan ikkita teploxod B portga qarab yo'l oldi. Birinchi teploxod borib kelish uchun 6 kun, ikkinchi teploxod 8 kun vaqt sarflaydi. Necha kundan so'ng ular yana A portda birinchi marta uchrashishadi? Demak, birinchi teploxodimiz borib kelish uchun 6 kun vaqt sarflar ekan, ikkinchi teploxod esa borib kelish uchun 8 kun vaqt sarflar ekan. Endi ular yana A portda uchrashish uchun qancha vaqt ketadi desa, buni topish uchun bularni ekuklarini topamiz. Ya'ni ekuk 6 va 8. Mana shuni topishimiz kerak. Demak, 6 va 8 ni ekukini topishimiz uchun 6 ni kanonik shaklga keltiramiz. 2 ni birinchisi, 3 ni birinchisi bo'ladi. 8 ni kanonik shaklga keltirsak, 2 ni kubi bo'ladi. Endi bularni ekukini topish uchun 6 bilan 8 ni kanonik shakldagi tub sonlarni, ya'ni umumiy tub sonlar darajasi yuqorisi va boshqa tub sonlar ham olinadi. Ya'ni 2 ni kubi ko'paygan 3 ni birinchisi. Ya'ni birinchisida bor, ikkinchisida yo'q, ikkinchisida bor, birinchisida yo'q tub sonlarni olib o'zaro ko'paytirsak, berilgan ikkita son ekuk keladi. Demak, 24. Demak, javob 24 kundan keyin yana bular A portda uchrashishadi. Ya'ni bu birinchi teploxod 4 marta, ikkinchi teploxod 3 marta borgan paytda, ya'ni borib kelgan vaqtda yana A portda birinchi marta uchrashishadi. Javob 24 kun. 4-savolga qaraymiz. Bir vaqtning o'zida A portdan ikkita teploxod B portga qarab yo'l oldi. Birinchi teploxod borib kelish uchun 12 kun, ikkinchi teploxod 18 kun vaqt sarflaydi. Necha kundan so'ng ular yana A portda birinchi marta uchrashadi? Demak, bu masala tepada, ya'ni 3-masalamizga o'xshash. Birinchi teploxod deymiz. Bu yerda 12 kun da borib kelar ekan, ikkinchi teploxod esa 18 kunda borib keladi. Endi ular yana A portda uchrashish uchun bu ikkalasini ekukini topishimiz kerak. Ya'ni 12 bilan 18 ni ekukini topish kerak. Demak, ekuk topish uchun 12 ni kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 2 ni kvadrati kara 3 ni birinchisi bo'ladi. 18 kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 2 ni birinchisi ko'paytirilgan 3 ni kvadrati bo'ladi. Endi ekuk topmoqchi bo'lsak, 12 bilan 18 ga umumiy tub sonlarni darajasi yuqorisi olinib o'zaro ko'paytiriladi. Umumiy tub son 2 bilan 3, darajasi yuqorisi 2 ni kvadrati va 3 ni kvadratlarni ko'paytirib qo'ysak,
36. Demak, javob 36 kundan keyin bular yana qayta aeroportda uchrashishadi deymiz. Demak, 36 kun. Ya'ni birinchisi 3 marta borib kelganda, ikkinchisi esa 2 marta borib kelganda yana aeroportda uchrashishadi. Endi 5-savolga qaraymiz. N raqamining, demak n raqam bu yerda qanday qiymatlarida 61 plus n sonining natural bo'luvchilar soni eng kam bo'ladi. Demak, eng kam natural bo'luvchiga ega bo'lish uchun bu son tub son bo'lishi kerak. Shunda natural bo'luvchi eng kam bo'ladi, ya'ni 2 ta. Demak, 61 plus n soni tub son bo'lishi uchun n raqamimiz 0 bo'lishi kerak. Shunda 61 tub son va 67 tub son n teng 6 bo'lsa, 67 ham tub son 0 yoki 6. Demak, n raqami qanday qiymatlarda esa 0 yoki 6 degan javobni olamiz 5-savolda. Endi 6-savolga qaraymiz. 6-savol. N raqamining, bunda ham raqam deyilyapti. Qanday qiymatlarida 71 plus n sonining natural bo'luvchilar soni eng kam bo'ladi? Bu ham yuqoridagi masalaga o'xshash. Shuning uchun natural bo'luvchilar eng kam bo'lishi uchun 71 plus n sonimiz tub son bo'lishi kerak. Ya'ni tub son bo'lishi kerak. Demak, tub son bo'lishi uchun n raqamimiz nechalarni qabul qiladi? Demak, 71 ni o'zi tub son. Shuning uchun 0 qo'ysak bo'ladi. Keyin 73 tub son 2 qo'ysak bo'ladi va 79 tub son 8 qo'ysak bo'ladi. Demak, n raqamining qanday qiymatlarida esa 0, 2, 8 raqamlarni qo'ygan vaqtimizda n o'rniga berilgan 71 plus n sonimiz tub son bo'ladi va uning bo'luvchilar, ya'ni natural bo'luvchilar eng kam bo'ladi. Endi keyingi savolga qaraymiz. 7-savol. 780 sonining tub bo'luvchilar yig'indisini toping debdi. Demak, tub bo'luvchilar yig'indisini topish uchun dastlab 780 sonini kanonik shaklga keltira olamiz. 780 ni kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 780 ketma-ket tub sonlarga bo'lamiz. 2 ga bo'lamiz. 390 bo'ladi. Yana 2 ga bo'lsak 195 bo'ladi. Endi 3 ga bo'lamiz. 65 bo'ladi. 5 ga bo'lamiz. 13. 13 ga bo'lsak 1. Shunda 780 sonimiz kanonik shaklda 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ni birinchisi ko'paytirilgan 5 ni birinchisi ko'paytirilgan 13 ni birinchisi. Endi qaraydigan bo'lsak, buni, ya'ni 780 soni tub bo'luvchilari kanonik shaklga keltirilganda tub sonlar, ya'ni 2, 3, 5, 13 ekan. Tub bo'luvchilar yig'indisini toping deyilgan, ya'ni tub bo'luvchilari yig'indisi shularni qo'shib qo'yamiz, ya'ni 2, 3, 5, 13 qo'shadigan bo'lsak 23 ga teng bo'ladi. Demak, javob 23 ga teng. Endi keyingi savolga qaraymiz. 8-savol. 5-9 kesmada nechta o'zaro tub sonlar jufti bor deyilibdi. Demak, o'zaro tub bo'lishi uchun, son o'zaro tub bo'lishi uchun, ya'ni ikkita son o'zaro tub bo'lishi uchun bularni a kubi 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni a kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar o'zaro tub sonlar deymiz. Xo'p, endi sanab chiqamiz. 5-9 kesimida nechta o'zaro tub son bor? 5 bilan 6 o'zaro tub, ya'ni a kubi 1 ga teng. Keyingi juftligimiz 5 u 7 o'zaro tub. Undan keyingi juftlik 5 u 8 o'zaro tub. Undan keyingi juftligimiz 5 u 9 o'zaro tub. Xo'sh, endi 6 bilan boshlaymiz. 6 u 7 o'zaro tub, 6 bilan 8 o'zaro tub bo'lmaydi. A kubi 1 emas, chunki 2 bo'lib qoladi. 6 bilan 9 ham o'zaro tub emas. A kubi 3 bo'lib qoladi. Tugadi 6 bilan kombinatsiyalar. Endi 7 bilan ko'ramiz. 7 bilan 8 o'zaro tub. 7 bilan
9 o'zaro tub. Xo'p. Endi 7 bilan kombinatsiya tugal, oxirgisi 8 bilan. 8 bilan 9 o'zaro tub. Endi bularni sanab chiqadigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta o'zaro tub sonlar juftligi bor deymiz. Demak, javob 8 ta. Mana shunday hisoblab qo'yishimiz kerak. 8-savolda javob 8 ta. Endi 9-savolga qaraymiz. Dastlabki 20 ta natural son ichida 5 son bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta? Xo'p, endi misol uchun buni sanab chiqsa ham bo'ladi. 1 bilan 5, 2 bilan 5, 3 bilan 5, hokazo shunday sanashimiz mumkin, lekin oddiyroq sanash usulini topamiz. Ya'ni 5 bilan o'zaro tub sonlar desa, 5 ga karali sonlar 5 bilan o'zaro tub bo'lmaydi, chunki 5 tub son. Shuning uchun dastlabki 20 ta son ichida 5 ga karalilar nechta desa, 20 ni 5 ga bo'laman va son topib olaman. Ya'ni nechta 5 ga karali son borligini topamiz. Demak, javob 4 ta. Bular yozib qo'ysam ham bo'ladi. 4 ta 5 ga karali sonlarimiz bu 5, 10, 15, 20. Ya'ni mana shu 4 ta 5 ga karali sonlarimiz 5 bilan o'zaro tub emas. Qolgan hammasi 5 bilan o'zaro tub bo'ladi. Demak, 20 dan o'zaro tub bo'lmaganlarni ayırsam 16 ta sonimiz o'zaro tub bo'ladi. Demak, javob 5 bilan o'zaro tub sonlar 16 ta deymiz. Mana bu ko'rinishda hisoblab qo'yishimiz kerak. Xo'sh, endi keyingi savolimizga qaraymiz. 10-chi, oxirgi savolimiz. 42 sonining tub bo'lmagan bo'luvchilari yig'indisini toping. Demak, tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisini topishimiz kerak. Buning uchun dastlab 42 sonni kanonik shaklga keltira olamiz. Demak, 42 ni kanonik shaklga keltiradigan bo'lsak, 2 ga bo'lsak 21, 3 ga bo'lsak 7, 7 ga bo'lsak 1. 42 sonimiz kanonik shaklda 2 ni birinchisi, 3 ni birinchisi, 7 ni birinchisi bo'ladi. Xo'p, keyin buni tub bo'luvchilarini yozib oladigan bo'lsak, bu tub bo'luvchilari 2, 3, 7 bo'lyapti. Tub bo'luvchilari yig'indisi esa tub bo'luvchilar yig'indisi. Xo'p, mana shular qo'shamiz. Tub bo'luvchilar yig'indisi 2, 3, 7 ni qo'shsak 12 ga teng bo'ladi. Endi tub bo'lmaganini topishimiz uchun natural bo'luvchilar yig'indisini topamiz. Natural bo'luvchilar yig'indisi. Ya'ni 42 sonni natural bo'luvchilari yig'indisini hisoblab olamiz. Buni hisoblash uchun endi NBY bilan ham belgilanadi, qisqartirib kanonik shakldagi tub sonlarni darajasiga 1 qo'shamiz, ya'ni keyin ayiramiz birni, mahrajda o'zidan birini ayirganmiz. Ko'paytirilgan. Xuddi shunday 3 ni darajasiga 1 qo'shib ayiramiz birni, o'zidan birini ayirganmiz, ko'paytiramiz. Taqsimda bo'lyapti. Ko'paytirilgan 7 ning 1 plus birinchisi minus 1 taqsim 7 minus 1. Xo'p, shunda 2 ni kvadrati minus 1 taqsim 1 bo'lyapti. Ko'paytirilgan 3 ni kvadrati minus 1 taqsim 2 bo'lyapti. Ko'paytirilgan 7 ni kvadrati minus 1 taqsim 6 bo'lyapti. Hisoblaydigan bo'lsak, 2 ni kvadrati minus 1 bu 3. 3 ni 1 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 ni kvadrati minus 1 8, 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Ko'paytirilgan 7 ni kvadrati minus 1 48 ni 6 ga bo'lsak 8 ga teng. Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak 12 kara 8 96. Demak, natural bo'luvchilari yig'indisi 96 ga. Endi bizdan tub bo'lmagan bo'luvchilari deyilgan savolda tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisini toping desa, mana shu 96 dan tub bo'luvchilar yig'indisi 12 ni ayirib tashlasak, javob 84 ga teng bo'ladi. Demak, tub bo'lmagan bo'luvchilari yig'indisi nimaga teng desa, 84 ga teng deymiz. 10-savolda javob 84 bo'ladi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.